Mashinangizga qarab turing, olinayotgan ana nimaga? Bahrudin akam bilan 2023-yil may oyida oldi-berdi qilganmiz, kartoshka berganman. 32,5 million pul bo'lgan, 10 million pul berishgan, 22,5 million qarz bo'lib qolishgan mendan. 1,5 yil vaqt o'tyapti, lekin menga bir so'm pul berishmadi. 22,5 million qarzlar bor. Oyma-oy buyog'iga mana shuncha payt o'tib ketdi. Oyma-oy 4 million 5 milliondan qilib uzib beramiz deb va'da qilishyapti. Mana o'zlari Bahriddin aka olgan, Xayrullo aka ikkalamiz sherik bo'lib olgan. Ikkalasi sherik bo'lib olishgan. Oradan lekin shuncha payt o'tib ketdi, lekin menga bir so'm pul berishmadi. Bu yog'iga mana xudo xolasa uzib beramiz deyishyapti. Oyma-oy 4 million 5 million qilib. Agar mana uzib berishmasa, bu yog'iga endi qonuniy choraga o'tamiz. Oyma-oy xayrlanib, Abdulla aka xayrlayotganamiz 5 million 4 million topgan berib 22,5 million qarz qutulamiz. Mana shu va'da. Mana o'z xayrdan mana sherik bo'lamiz. Kutaman, xudo xolasa oyma-oy berishlarni agar oyma-oy endi bu yog'iga uzmasanglar, Xudo xolasa qonuniy topshiraman. Mana boshqa variant qolmadi.